Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun Xudo xolasa Xiva shahar voyankomat yana geldik. Bu yerda bir dona temir eshigimizni o'rnatib berdik. Enini 1.48, balandini 2.48 razmerda. Bu eshigimiz duxkontinli 8 sm bo'ldi palatasi. Eshigimizni yuz tarafı ikkilik asimkoyni listdan bichib ishlandi. Ustuna dekorativni dubmakko 0.4 mm'lik dekorativni panellardan basıp berdik. Dugaları besplatni içinde yetti. Ablan eshikleri üzünü pasomona tushadi o'rnatib, darak etib, 2 kat listdan chiqarib berdik. Birinchi kavati 1.4lik list, ikkinchi kavati 1.2lik list bo'ldi. Arka taraflari alikafon. Zamok taraflarini görünadigan joylarini ham o'zlarimiz ideya bilan nijoyga bosib, chiroylatib ishlab berdik. Eshigimizda zamoklari Frida bo'ladi, firmasi. En yaxshi zamoklardan ina qo'lni ucunda açıp beklenadi. 2 kat rezinkalar bosilgan. Aynali ishlari PP'ni 2 kat sığla paket bo'ldi. İçeri tarafı ak, tashqari tarafı PP'ni krasvetda bo'ldi. Nijoykalari nikel oldu. Koronalar 25 cm, abna eshikleri 20 cm bo'ldi. Xudo xolasa, kim shunday xizmatlarga kelsa telefon raqamlarini qo'yamiz, bog'lanaverasizlar.